Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun muhabbat haqida to'xtalaylik. Dünya muhabbat bilan go'zal deyiladi. Dinning asosi muhabbat. Muhabbat hammadan kuchli narsa. Pul mol yoki kuch-quvvat bilan hal qilg'ili bo'lmaydigan ishlarni muhabbat bilan hal qilg'ili bo'ladi. Muhabbat qattiq qalblarni yumshatadi, ko'ngillarni mayil qiladi. Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'a "Febima rahmetin minallahi lintelahum ve lev kunte fazzan galizal qalbi lanfazzu min havlik." Ey Peygamber, Allah'ın rahmeti bilen sen ularga siliq muamelede boldun. Eğer qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, albatta ular sening atrofingdan tarqab ketadi degan. Muhabbat ko'ngillarni yumshatadigan, dillarni yashartadigan, inoqlikni kuchaytiradigan, odamni baxtli qiladigan narsa. Oila a'zolarining baxt saodati muhabbat bilan bo'ladi. Muhabbat haqiqiy ma'nosida umumlashgan oilalarni haqiqiy baxtli oila deyishga bo'ladi. Chunki haqiqiy muhabbat bor yerda beg'ishlash bo'ladi. Beg'ishlash bo'lgan ekan baxt saodat o'zi keladi. Oiladagi har bir a'zo boshqasi uchun beg'ishlasa, bu oila baxtga cho'mgan oila bo'ladi. Alloh taolo baxtli oilani bayon qilib mundaq degan: Allohning qudratining alomatlaridan biri shuki, ayollardan unsi ulfat elishinglar uchun ularni o'z tipinglardan yaratib, aranglarda mehr muhabbatni o'rnatganligidir. Rum surasi 21-oyat. Afsuslanarligi, günümüzde muhabbet sözü köpligen kişilerin kulaklarına çıraylık anlanmaydı. Ular muhabbet dese onu bir günah işteki hesaplaydı. Emniyeti olsa pak muhabbet bəxt saadetinin açqıcı. Kişilerin muhabbet sözüne bir xil günah məsiyet degan qarash bilan tushunib qilishidagi sebeplerinin biri zamanımızdaki bir kısım kişilerin muhabbet şuarı aslida üzüge halal bo'lmagan birler bilan yolsuz aloqa bağlışı, hatta fahişi işlerini qilishi deyishga bo'ladi. Aslida bundaq nashayan işler muhabbet emas, belki edepsizlik sanıldı. Biz muhabbetten ibaret bu bibaha göherden nimişqa paylanmaymiz? Bir-birimizga muhabbet sözünü aytishga nimishqa bu kadar baxillik qilamiz? Aslida muhabbet sözünü aytishning o'zimi saodat bag'ishlaydi. Siz jo'ringizga sizni yaxshi ko'raman degan vaqtingizda, siz ashu bir eg'iz so'zingiz bilan uningga dunyolarcha xushallikni taqdim qilgan bo'lasiz. Er bolsanız ayolingizga "Men sizni yaxshi ko'raman" degan vaqtingizda uning chiroyida jilvilangan saodatni albatta ko'ra olasiz. Ham o'zingizmi xushallikqa to'lasiz. Chunki birovni xush qila olganlik oddiy ish emas. Ayolingiz sizdan xushal bo'lgandan keyin u sizni xushal qilishning yo'lini izlaydi. Hürmetinizni aşırıp qiladi, xizmetingizni ko'ngil bilib qiladi va sizga bo'lgan samimiyatini ifodalashning hamma yo'llarini tajriba qildi. Agar siz ayol bo'lsangiz, eringizga "Men sizni yaxshi ko'raman" yoki uyda sizni seg'inib qoldi ekanman degan vaqtingizda eringizning chiroyidagi rozimanlik sizni albatta xushallikqa to'ldirdi. Balki sizga siz eng yaxshi ko'radigan narsalarni hadiya qilishga tirishidi. Siz balangizga "Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim yoki qizim" degan vaqtingizda uni xushallikqa, baxt va ishonch tuyg'usiga cho'mdirgan bo'lasiz. Siz bunday qilish orqali qarshi tarafni xushal qilib, o'zingizda saodat his qilasiz. Yana bir tarafdan ibodatning savobini topasiz. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chiroyli gapda sadaqaning savobi bor deb ko'rsatgan. Yana sizlar birini yaxshi ko'rsanglar, uningga "Men sizni yaxshi ko'raman" deb aytib qo'yinglar deb ko'rsatgan. Ya'ni sizni yaxshi ko'raman deb aytganlikning o'zimi har ikki tarafga saodat bag'ishlaydigan bir go'zal so'z. Bir tarbiya mutaxassisi leksiyasida mundaq deb so'zlagan: Birer farzandning o'xshash bo'lmagan oilada tug'ilishi, o'xshash bo'lmagan ijtimoiy muhitda cho'ng bo'lishi shu bolaning ruhiy va jismoniy dunyosida cheksiz farqlarni paydo qildi. Bu muhitning shu bolaga bergan g'idiqlishi, o'xshash bo'lmaganligi uchun shu bolalarda cho'ng farqlar paydo bo'ldi. Bu haqda amerikalik bir psixologiya olimi mundaq degan: Agar farzand ziddiyatlik muhitda yashasa, u boshqalarni ayblashni
yaxshi ko'radigan odam bo'lib chiqadi. Agar farzand dushmanlashish muhitida yashasa, u urushqoq bo'lib chiqadi. Agar farzand qo'rqinch ichida yashasa, u g'amkinla yuradigan bo'lib chiqadi. Agar farzand rag'batlantirish ichida yashasa, u o'ziga ishonadigan odam bo'lib chiqadi. Agar farzand o'zini yaxshi ko'radigan muhitda yashasa, u atrofidagilarni hurmatlaydigan, yaxshi ko'radigan bo'lib chiqadi. Agar farzand bexatar muhit ichida yashasa, u boshqalarga ishonadigan bo'lib chiqadi. Agar farzand do'stlik ichida yashasa, u o'zi yashayotgan dunyoning naqadar go'zal ekanligini his qila oladigan bo'ladi. Bu psixologiya olimining fikriga qaraganda, bolalar kichikidinla madaniy, inoq, rag'batlantira oladigan, do'stonlik bilan to'lgan muhit ichida yashab cho'ng bo'lsa, u cho'qim ko'ngli muhabbat bilan to'lgan, insoflik, diyonatlik, boshqalar bilan chiqishib o'tadigan, umidvor bo'lib chiqadi ekan. Alloh taolo hammamizning farzandlarimizni ashundoq o'lgulik farzandlardan qilsin. Amin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.